Assalomu alaykum. Mana bugun biz Samarqand viloyati Narpay tumani Oqolti mahallasi hududida joylashgan Narpay Greenhouse 75 MChj hududida tashkil qilingan limonchilik issiqxonasida turibmiz. Bugun limonchilik yo'nalishi bo'yicha Turonmak tashabbus bilan tashkil qilinayotgan seminarda turibmiz. Mana shu seminarimizda ustozlarimiz Mashhur hoji akamiz o'zlarining bugungi kundagi limonchilik yo'nalishi bo'yicha ko'rsatmalarni berib o'tmoqda. Mana biz hozir ko'rib turgan limonlarimizda 3 yoshli limonlar olib kelingan. Faqat bitta sug'orish tizimlari, agrotexnikasi, mana ko'rib turganimizdek begona o'tlar yo'q, ishlovlar vaqtida berilgan. Biopreparatlar, kimyoviy preparatlar ham o'z vaqtida hasharotga qarshi yaxshi ishlab qo'yilgan. Lekin qisman ozgina limon kuyasali, minalovchi pashsha endi ko'rinishni boshlabdi. Mana bitta oddiy nimasi ko'rinib turibdi. Mana zarari, Dilshodjon, ko'rdingizmi? Hozirgi iyun gullarini tutishi mana bu yerda ozgina o'sha ozuqani yetarli bo'lgan sulfatli o'g'itlarda me'yordan sal kamroq berilgani hisobiga boshqa joylarda ko'rganimizda xuddi mana shu gullar juda yaxshi meva tutib qolgan. Albatta shu narsa kamroq natija beryapti. Shuning uchun o'sha tavsiya qilingan seminar davomida tavsiya qildik. O'sha tarkibida sulfati bor, sulfat ammoniy yoki kaliy sulfat o'g'itlari bilan o'sha belgilangan normalarda 200 grammgacha qilib berib qo'yish kerak. Qishki mavsumda kechirishda hosilni yig'ib olganimizdan keyin albatta yillik beriladigan normadagi fosforli o'g'itlarni 50% ni kaliyli azotli o'g'itlarimizni 30% ga yaqinini berishimiz kerak. Undan keyin albatta mahalliy o'g'itga e'tibor qaratishimiz shart. Yaxshi chirigan mol go'ngi yoki biogumuz. Mana shu limonga oq qanot pashshasi tushganda ko'rilayotgan choralar to'g'risida qanaqadir tavsiyalaringiz bo'lsa, shuni berib o'ta olasizmi? Bahorda hali bu oq qanot pashshalar chiqishidan oldinroq ISO preparati, ohak oltin gul qaynatmasi bilan bir qator profilaktika qilib oldindan berish kerak. Chunki o'zidan kuchli hid chiqarganligi uchun muhofaza qilib turadi. Pashshaga qarshi qanday kurashamiz? So'ruvchi hasharotlarga qarshi Akaragot, Intamayt kabi preparatlardan 15 grammgacha shu ishchi aralashmani tayyorlab, albatta vaqti bilan bunga ishlov berib turish kerak bo'ladi. 10 litr suv hisobiga olganda 15 grammdan oladigan bo'lsak, demak, bir 1000 litr ishchi aralashmaga 1,5 litr. Sizga avvalambor rahmat Mashhur hoji akam, mana shu seminar tashkil qilgani uchun Turonbankka o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ishlaringizga omad, hosilingizga baraka bersin. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.